Assalomu alaykum azizlar. Bugun ya'ni xalqimiz orasida yoki bo'lmasa nabarat xalqimiz butun dunyoda ham ya'ni mana shunaqa salfetkalardan foydalanishadi. Ya'ni qo'lda nima edi artishda yoki faqat salfetka emas, boshqa bir moddalar holatida ham foydalanish mumkin. Ya'ni idishlarda spirt aytishimiz mumkin, perix solishimiz mumkin va hokazo ko'p judayam. Nima uchun bulardan foydalanishadi? Aynan shundan foydalanadi. Boshqa birorni tuz eritmasdan yoki nima deydi, benzin eritmasdan foydalanishmaydi-yu. Spirt, perix eritmasi yoki fenol eritmalari, mis sulfat eritmalaridan foydalanadi. Bugun mana shunga ozgina ilmiy jihatdan, ya'ni o'zimiz bilganimizcha, qodirligimizcha tajriba o'tkazib ko'ramiz. Azizlar, bugun ham kichik bir eksperiment o'tkazamiz uy sharoitida. Siz ham tayyorlasangiz bo'ladi. Nima uchun antiseptik, ya'ni mikroblarga qarshi kurashishda spirtdan, vodorod perix eritmasdan yoki bo'lmasam mana bunaqa mis sulfat, ya'ni mis kuparasidan foydalanish mumkin. Albatta mis kuparasida insonlar yoki hayvonlar hayoti foydalanilmaydi. Asosan o'simliklar, ba'zi hayvonlarda ham foydalanish mumkin mikroblarga qarshi kurashishda. Aynan bulardan nima uchun bu moddadan foydalanishligini hozir tajribada isbotini ko'ramiz. Buning uchun bizga oqsil kerak bo'ladi, albumin. Uy sharoitida ham qilsangiz bo'ladi. Mana 3 ta albumin, ya'ni tuxum oqi desangiz ham bo'ladi agar sizda tuxum oqi olsangiz, tuxum oqi. Ya'ni bu ham oqsil va asosan hayotda o'sha mikrob bo'ladi, bakteriya bo'ladi, barchasida oqsil muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, viruslarning ham qobig'i oqsildan iborat bo'ladi. Keling, mana shu tajriba bilan ko'ramiz. Nima bo'lar ekan? Qanaqa jarayon ro'y berar ekan? Ketdik. Mana birinchisida oqsilga spirt ta'sirini ko'rib chiqamiz. Ochilishi ham mana tiniq, shaffof sezilayotgan bo'lsa, mana oq o'sha quyqalar, ya'ni oqishroq cho'kmalar tusha boshladi. Mana ya'ni bundan oqsilda o'sha denatratsiyaga nima qiladi, uchratib boshlaydi. Xo'p, ikkinchi moddamiz vodorod perix eritmasi. Bunda ham tiniq, sezilyaptimi? Tiniq, shaffof. Mana cho'kib boshlayapti. O'zingiz ham uyda uy sharoitida qilib ko'rsangiz bo'ladi bu tajribalarni. Endi mana bu ko'p chiqishiga sabab bilasiz, misol tuxum oqsilda, albuminda fermentlar ham bor. O'sha fermentlar vodorod perixni nima qiladi? Parchalaydi va uni suv va kislorodga parchalaydi. Mana yaqqol ko'rina boshladi. Spirtdan ham yaxshiroq cho'kma tushiryapti. Keyingi tajribamiz mis sulfat eritmasiga oqsilga mis sulfat eritmasini qo'yamiz. Mana aralashtirib boshlaymiz. Mana o'zi mutlaq cho'kma bo'lib qoldi. Mana
Qarang, mana tushmaydigan cho'kma. Ya'ni bu moddalar oqsilda o'zi denatratsiyaga uchraydi, ko'payishini bloklaydi. Shuning hisobiga mikroblar bu moddalarda ko'paya olmaydi. O'shani hisobiga ham xalqimizda, o'sha tibbiyotda ham shu moddalardan nima deydi, mikroblarga qarshi kurashda foydalanadilar. Azizlar, mana tajribani ham ko'rdingiz, guvohi bo'ldingiz. Ya'ni ularning asosiy vazifasi mikroblar, o'sha virus deymizmi, bakteriya deymizmi, zamburug' bo'ladimi, qaysilari bo'lishidan qat'iy nazar, asosan ularning oqsillarni bloklash yoki bo'lmasa oqsillarni denatratsiyaga uchratishdan iborat bo'ladi. Biz shunchaki oddiygina ishlatayotgan moddalarimiz, oddiygina ishlatib tashlab ketayotgan jihatlarimiz uchun qaysi nina insonlarning umrlari ketgan, buni albatta his qilishimiz kerak. Biz ham kelajakda kimlar uchundir shunaqa juda katta nima deydi, hayoti uchun asqotadigan narsalarni qoldirishga harakat qilishimiz kerak. Omon bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishni nasib qilsin. Sizga qanaqadir hayotiy tajribalarga oid narsalar qiziq bo'lsa, bizga yozing. Imkon qadar qo'limizdan kelgancha biz ham uni yoritishga harakat qilamiz. Sog', salomat bo'linglar.